天大地云飞走，人欢马笑狗忧愁。乾坤倒转人做主，企鹅从山也风流。宝藏，你丢掉拐杖，才变礼貌。宝藏，你想笑却哭，想哭却笑啊！宝藏，快悬崖勒马，换骨脱胎，死去生来，企鹅从山了，王宝藏！你做人做狗，你做人做狗，做狗做人，快快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒，人间岂容鬼做主，人生公路后山后。喝酒啊喝酒，风流啊风流，乱世暮暮总一宿，江山换人长天游。Sizmi bilasiz, bu ay bu kunlarda Lo'yin bozorida men birinchi qo. Hamma ishda mening deganim hisob. Men buyruq tushirsam, buyruqqa kim qarshi chiqa olasin? O'ylab beqing. Agar men bilan birga bo'lsangiz, Lo'yin bozoridagi hamma odam sizga xushomad qiladi. Xiaoyu, bugun mening sizga yuragimni sug'urib bergim kelyapti. Sizmi bilasiz, Liyo'ning ikkimizning rishtasi allaqachon uzilgan. Xiaoyu, men sizga shundoqli qarasam, mening ko'nglim, butkul vujudim rohatlanib, yayrab ketadi. Liyomi bilan bir yostiqqa bosh qo'ymag'inimga uzun bo'ldi. Yarim kechalarda uyg'onsam, sirdoshqidekmi bir odam yo'q. Qarang, mening bu put qo'llarimni shundoq so'g'oq turdi. Xuddi bir parcha muzdeklar. Men bugun cho'qim. Men bugun siz bilan birga yotaman. Tez ketdim. Agar unimisangiz qo'pollik qilaman Jumo. Keling, Xiaoyu. Keling, Xiaoyu. Bular qamag'i Xiaoyu. Xiaoyu, qochmang. Naqadsiz. Xiaoyu. Ben seni öldürdüm. Yazlık mahkemenin başlığına uğratısan ko. Seni cezalayman. Seni öldürdüm. Sen sana öldürdüm. Sen o sana oldu. Benim kadınım bozak kıldı. Onu öldürdüm ben. Xiaoyu, bo'ldingiz. Ben nimchak bozak qildimmi?
Şoyu. Nimani o'ylayapsiz? Yomg'irli. Meni kunda qarib esyotidi. Doim yo meni tushib qolaman. Pandimcha parvo qilmang. Ko'proq ehtiyot qiling. Ha? Dadamning kesini saqayganda yurtimga boraman. Yurtingizgami? Bu yerda turishni qo'rqib qoldim. Mayli. Ozod bo'ldik. Sizmi uyingizga uxlab keling. Yig'lamang, ha? Qarang sizni. Narigan harbiyga o'xshaydi. Ibodat qilayotgan rohibga o'xshab qopsiz. Biz Fushan ibodatxonasida mushundaq turaversak, rostila rohib bo'lib qolamiz. Şoyu, apаңыз bilan bir necha kun birga bo'lib qaytib keling Jumi. Men Şoyu, yangi turmush kechirishni o'ylasangiz, qaytib kelib sen vazini ajrashib ketding. Rost, bu cho'ng ish. Obdan o'ylaning. Yaxshisi uydagilar bilan maslahatlashing. Ha? Xo'ja, yangi muallim. O'sha yer qilib kelinglar. Men mangay. Yo'lda ehtiyot qiling. Ma'qul. Xotin! Xotin! Xotinimni ko'rdinglarmi? Sizga piqirg'i shag'il ketdi. Bu yoqda, sen hozir bu yoqda. Ma'qul. Birodarlar, bugun yo'lga chiqib, Fushan ibodatxonasiga boramiz. U yerda Lilovdaning qo'shini bilan uchrashib, Anjovga birlikda hujum qilamiz. Sizlarga rost gapni day. Bu qatim biz qaltis beyib ketamiz. Oltin kumushlar bak ko'p, sivatlab olamiz. Bu qatim bulab keladigan mal dunyoda hammalarning nisbisi bor. Yo'lga chiqayli. Taqqa chiqqanda Van Yozuning gapini oling. Men azalda uning gapini olayman. Endi hozirla yo'lga chiqing. Hop. To'xtab turinglar. Meni qo'yib. Qizgan! Bak chiroyli qizgan! Tig' tegmagan ekan. Qarang. Nima? Muhtarat boshlig'i. Van begim. Şoyu, ko'rishmagili uzun bo'pti. Bek güzellashib ketibsiz. Şoyu, bu yerda uchrashimiz rizqimizning tutilgani. Muhtarat boshlig'i, qalaymiqan gap qilmang. Şoyu, men Lutixan boshqa nimani yoqtirmayman. Shu chiroyli qizlarga amroq. Chiroyli qizlarni ko'rsam, yo'lman olmay qolaman. Şoyu, kim sizni bundoq chiroyli bo'lib, yuragimni jig'ildasin debdi. Cho'g'am,
Kaliniz koltuğu ungencimo, yine bir güzel uçurdunuz mana. Rastlaysan. Vatan başını, mal poxorluk kılın. Poxorluk kısamço. Aman begim ötünüp kolay. Beni kutkusuyla. Lo atrap başlığı. Sen çoğun iş kılı batысы. Şuna çoğun iş kılı kalma. Çoğun iş? Benim nezerimde hazır kızla çoğun iş. Lo atrap başlığı. Bu ya balık Lila Oda'nın enisinin xotini edigine. Lila Oda'nın yüzünü kılıp onu koyup etken. Navada Lila Oda bilip kalsa özünün yüzüge mi bak sen demez mi? Lila da? Neyine askerligi tutup bergen hesap ne? Men tek anladım. Men bir gün inisinin xotini arqılık bu hesap ne? Çok umadım. Lo atrap başlığı. Lo atrap başlığı. Lo atrap başlığı. Aman begim beni kutkusuyla. Beni koyun et. Beni koyun et. Beni koyun et. Beni koyun et. Belli. O paskanı buzuk. Hem. Lo atrap başlığı. Lo atrap başlığı. Lo atrap başlığı. Beni kutkusuyla. Aman begim. Lo atrap başlığı. Lo atrap başlığı. Lo atrap başlığı. Lo atrap başlığı. Tügmeni de tügünün korkkanmaylı. Xotin kişi diyen hamiyet bağı. To'g'ri. Rastlaysan. Xotin kishi hamma yerda bor. Vaqchoqor. Gapni qilgandan keyin amal qil, bo'landi. Vaqchoqor. Senmi xotin kishining ta'mini tetib baq. Olsan kel. Yo'q. Yo'q. O? Sen xuaxuaga aqida qilyapsan. Bugun uningga chiqilmasang, seni jazman etib o'taman. Yo'q. Chiqmayman. Chiqmayman. Chiqlamsa yo'q. Vaqchoqor. Kesining bormi ya? Ha. İşlemdi ya. Ma'qul. Ma'qul. Chiqlay. Chiqlay. Hammanglar qarab turibsanglar. Qandoq chiqilma uningga? Vaqchoqor. G'ijil bo'lyapsan. Tato, ha? Uni oyoqqa ippa. Xo'p. Tez bor. Nima? Bormoqchi? Van begim, marhamat. Sen bu bejimni qarab turibsan, qanday qilma uni? Ha, ma'qul. Men ketay. Ishingizga daxl qilmay. Sho'yu, ko'zingizni eching. Sho'yu, ko'zingizni eching. Turma. Men Van begim. tez keting. Tez bo'ling. Chapsan. Turma, tez qeching. Bo'ling. Turma. Turing, ha. Bo'ling. Voy. Nima bo'ldi? Tutum qayrilib ketdi. Qayrilib ketgan bo'lsa-mu, chidab men lo atrat boshlig'i ko'rib qolsa, jiningizni oladi. Turing, tez turing. Turib, menga.
Oy, bo'lmadi. Putim pek og'rib ketdi, Muhammadim. Mana mısınızmı menen? Yürü. Oyakni ko'ram. Mena. Mena chidab mena. Men yurayman. O taşni keling bökünülen ha. Yürü. Bana. Bak Çokor, senin bundak, ak gönül ekanligingni o'ylamabchiman. Lo Hazret başlığı azırak savaplık iş qilib qo'y. Bundak pak kıyafetli kim ama, ne dur? Dokun! Bu yakı çıkar! Ne? Meni qo'ying. Meni qo'ying. Ha? Kile! Meni qo'ying. Vohbegim, qutqizing. Bak Çokor, közüngni yo'g'on echib qara. Men bu atraf başlığından kandak erkekligimni köstüp koyay. To'xta! Keyningga bir ol. Sana kandak bandit bo'lishni o'rgatib qo'yay. Meni qutqizing, Vohbegim. Meni qo'ying. Lo atrat başlığı. Ötülüp qalay unda qilma, günah ötküzme. Meni to'sib otamsan, texi! Bugun seni etib o'taman. Kela! Meni qo'ying. Vohbegim, meni qutqizing. Meni qutqizing. Shoyi, bana rastını boysunmamsan. İpitini deb candı keçersen. Ma'qul. Endi seni musha hangi debni qilay. Kap seni. Bana emzir! Ben bu haramlıkını öldürüvettim. Meni qutqizing. Kelama! Çıkma! Kiyimim ne? Çocuk falan! Çocuklar! Çocuğum! Çocuğum! Az kaldı! Çocuğumuz! Şoyu, kiyimimni alang! Bakın! Darhol Luyin bazır ketib, ding dang bilan jangda günü tepang. Meni Fushan ibodatxonasi ketdidan. Buna. Tez turing. Buna. Mena.
Birodarlar, men bu atrat başligini o'ldirib etdim. Endi sen tugashding. Ha? Nima? Men tugashdimmi? Hey, birodarlar. Men sizlarni anjoga boshlab berib bayqilib o'taman. Shunaqa. Ha? Hey, sizlar mening gapimni anglaydiganlar bo'lsanglar, keyin ham qayg'usiz yashay olaysizlar. Gapingni anlamdik. Bizga otaman bo'lmoqchimidi? Albatta. Ha? Mening nom sharifimni kim bilmaydi, kim anglamagan? Ha? Men Jiangsu Say tayinlagan jahondagi birinchi tutunbegi. Men shundaqla tuv ko'tirdigan bo'lsam, yiroq yaqindagi ta'siri bor baylarning hammasi menga itoat qiladi. Sizlar Loatrat başları nochi deb qoldinglar ma. Hey, Liloda uni dastlab yanchib etib askarlik tutib bergan. Hey, mening Liloda bilan ko'nglim intayin yaqin hiliqi, ha? Loatrat başlığı biz bilan qandaqmi tangib tura olasin, ha? Shu topda hozir Liloda bilan, ha? Jungtongning ishbuyini Juan meni Fushan ibodatxonasida saqlab o'tirdi. Agar men bormasam, ular ishda o'rtanmaydi. Loatrat başlığı öldü. Biz Van Begim'le gapini anglayli. Van Begim'ning jahonda tangdishi yo'q. To'g'ri. Avi inim, nat to'g'ri aytdi Juma. Mening jahonda tangdishim yo'q. Van Begim'le tangdishi yo'q. Uning gapini anglayli. Qaysi uning gapini anglaysan? Uninkini emas. Mening gapimni anglash. Nima? Seninkini. Van Cho'qor, bizga to'liq quruq ev ko'rsatma. Birodarlar gapingni anglamaydi. Birodarlar, nemish anglamag'idak gapimni. Men anglamayman. Anglamay, haddingmi? Qanimin iti o'ta. Ota! Meni iti o'tarsan, otama bo'la olaysan. Xiyolingda meni otammaydi demsa? Yaxshi. Ha, yaxshi o. Qani ota, otmamsa. To'xta! Bundaq yo'lsizlik qilma. Qani ota, otmamsa. O'chqira! Endi o'chqirajima? O'chqira? Chiqolmamsa, meni iti o'tishga petini olamsan sen? Ha? Otmamsa qani. Birodarlar, Van Begimning otaman bo'lishini qo'llamaganlar. Mana mushuningdek bo'ladi. Van Begim otaman bo'lsin. Van Begim, siz bizga buyruq tushiring. Ma'qul. Birodarlar, Fushan ibodatxonasiga boraylik. Yuringlar. Van Begim. Kim o? O'q chiqaman. Van Begim, men sizni izlab keldim. Tang deyishgan. Bu mening eng yaqin odamim. Vaqtim yo'q. Qo'shinni yig'ib yo'lga chiqaylik. Van Begim, mening jondagi avatdi. Hamliganman. Mana men har qaysi yerlarga yoshiringan sho'ba atroflarga uftirish qilib etdim. Ular 3 kundan keyin tang harakatlanib, to'polon ko'tarilgan bo'ldi.
Yaxshi. Siz öldürdünüz mü? Kimni? Rahipni. Ha. Men öldürdüm. O Budda muhlis dursa, onu mu boşqa yetmediniz mi? O sizni qaymoqtirib, harakatimizga to'sqinlik qildi. O'limni. O o'zi topdi. Chiqib keting. Sizni ko'ra ko'zim yo'q. Yo'qol! Ay, ikkisi aqaraq, to'ssa yer yanqi bera. Haraq tugidi. Hı? Rastlayaptimi? Yer yanqicha. Yaryanqi sal-pal namkan. Bo'ladimi? Nam yer yanqini yegili bo'ladimi? Shundaq. Chaynisi battanta deydi. Öz yanına maşındaq ihtimalga tushirib qo'ygan ekan. Kunlaring ashundaq mansi edi shu. Hay.
yig'in ochimiz. Ha, yig'in ochimiz. Ha, yig'in ochimiz. Ben başlayaq. Qandaq yig'in açsız? Hän başlayaq. Qandaq yig'in açsız? Qandaq yig'in açsız? Qandaq yig'in açsız? Qandaq yig'in ochqim kelsa, shundaq yig'in ochiman. Ha? Yig'in ochimiz. Ha, juringlar. Yig'in ochimiz. Parang sanmanglar, bo'ldi, parang sanmanglar. Hozir Loyin bozorimizda ba'zilar odamlar ko'rinsimi, amaliyotda it. Heliqi Wang Choqur dal it. Ha. U it. Ha. It deganni qandoq yozadi? Ha. Ha, bilamsizlar? Lo'ng'im bozorida kim birinchi qo'l boshliq? Men. Hamma ishda kimning gapi gap? Mening. Ha, men deganni qandoq yozdi? Ha. Esinglarda bo'lsin, men sizlarga bilim o'rgatyapman juma. Ey, boshliq muallim, do'stlik xatni qandoq o'qiydi, ha? Asta, hey, sen nimandaq de? Boya men deppadim-g'o. Men degan it. Ta'tir o'qitdimi? It degan men. Men degan ishlayapti-ku. Kelinglar. Birdam aramali bo'laylar. Ha. O'tiringlar, hammalar o'tiringlar. Bu nima qilasiz, ha? Qo'y. Xafina sanma. O'tiringlar, hammalar o'tiringlar. Birdam aramalaylar. Bizga choy qo'yinglar. Ha, qani, tomog'i cheking. Siz qo'rqmang. Biz bandit emas, ha? Bizni nima ish qilganligimizni bilamsiz. Bilmayman. Biz Lo'ng'im bozorining xalq askarlari. Vazifa ijro qilyapmiz, qalaymagan so'zlama. Qalaymagan so'zlamayman. Bu yerdan Foshan ibodatxonasiga qanchalik yo'l bor yana? Fushan ibodatxonasi oldiga bir chaqirim yo'l manganda bir och yo'l bor. O'ngga burilsanglar ibodatxonaga borasan. Ma'qul, ha. Choyni tezroq ichinglar. Ha, hozirlar, yo'lga chiqamiz, ha? Hey! Qara, mundaq. Ha. Hey. Asta ishchiga aylantirmabsan. Hey! Asta. Mundaq aylantirmabsan. Man qara, o'ng qo'ling bilan mundaq aylantir. Opangmi purchaqdasi mushundaq qiladi. Ha, bo'la tatimiz. Dada, sen purchaq tatib boqmaganmi? Ha. Men kichigimdan tatibla. Tayyorga ayar bo'lib, ish qilmay cho'ng bo'lgan. Bir qatimmi purchaq tatib boqmagan. Men bu purchaq tatib boqmagan. Sen hozir bizning uyda er kishidan faqat ikkimizni qoldik. Agar yovmay qaytib kelsa, mushu uyda turdi. Uyning ishlarini o'zimiz qilmasak bo'lmaydi. Ma'qul, o'zimiz qilaylik. Hey, qara. Bundan keyin o'zingning kiyimini o'zing yuysan. O'zim yuyman. Tomoqni o'zing atgin, O'zim itaman. Taratchilikini o'zing to'ksan. Ma'qul, o'zim to'kaman. Cho'ng taratni o'zing qilasan. O'zim qilyapman-ku.
Sen hazır. Eğer sen sarang bo'lmagan bo'lsang, men qeyrig'anda manga yo'lanchik bo'latding. Men so'rang emas. Elgi so'rang emas. Ma'qul. Bo'la, aylandiramiz. Qara. Hozir cho'giltishga bag'an sir ustub ketdik-ku mana. Pen başlık. Chen atarat boshlig'i. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Li Yuanshining telosiga hukm chiqardik. Hukmnomani ommaga e'lon qilamiz. Ma'qul. Hozir o'rlashtiray. Keladiganlar kep bo'ldi. Boshlamdoq. Bo'ldi. Paransanmanglar, ha? Hozir Anju Nailik Cehe cho'ng atirtidagi Chin atrat boshlig'i hukmnomani o'qiydi. Alqish yangirtayli. Hükümname, teşhirişimizce Lungyin bazırdaki Li Yuanshi pomishchik ailesinden kelib chiqqan bo'lib, u yezilik mahkamaning boshlig'i bo'lgan eri Panlung bilan uzundan buyon chiqishanmagan. 1949 yılı 12. ayının 17. günü kechda ikkisi gap talashib qolgan. Li Yuanshi tosh ilib uningga atgan. Pan mahkama boshlig'i baxtga yarasha sab qilib, vazifa ijro qilayotgan xalq askari Liu Maudi tosh tegib o'lgan. So'timiz deloni qarab chiqib, Li Yuanshiga muddatlik 3 yillik qamoq jazosi berdi. Darhol ijro qilinsin. Endi menmi bir ishni e'lon qilaman. Bugundan boshlab Li Yuanshidan rasmiy ajrashdim. Bo'ldi. Qaytinglar. Yamiga jazo hukm qildi. Man qarang. Dadam apamlarga hargiz bundoq deyman. Nimishqa? Desangiz badaningizga yara chiqdi. Rostmi? Sizni aldamayman. Mana yar chiqmusun. Endi bundoq gapni qilmang. Anladingizmi? Ma'qul. Yuring. Haramliq Lut yaqinga. Xo'p bo'pti. Sizmi xo'p bo'pti demsiz? Albatta xo'p bo'pti. U qonxo'r edi. Siz o'ltirmasangiz, men o'ltiratdim. To'g'ri. Wang Bigim, siz Lu atrat boshlig'ining odamlarini akagandan keyin Jan, qiz. Siz xato gap qildingiz. Hozir ular, Lu atrat boshlig'ining odamlari emas, mening odamlarim. Ma'qul. Sizning odamlaringiz. Wang Bigim, biz hozirla harakatga kelib Anjuga hujum qilamiz. Aldirmang. Nemish qoldirmayman. Biz teğe emdila Loyin teğden bu yerga keldik. Hech bo'lmaganda ardığımızı chiqarib olayli. Heli çoğam, qanaqda? To'g'ri. Arduq chiqarib olinglar. Harbiy vazifa muhim. Men har qaysi yerlarga sho'ba atratlarga buyruq tushiryaptim. 3 kundan keyin harakat qilamiz, kechiktirishga bo'lmaydi. 3 kundan keyin da'vatamsiz. Amsa vaqt borgan-ku, bir obdan arduq chiqarib olaydi ekanmiz. Bonchoqor. Bu yerga o'ynag'ili keldik deb qolmang.
nim deydi o? Kim bu Abga ibadatxonaga o'ynag'ili kepti? Bang bigam, siz odamlaringiz bilan orqa o'yilda turib, tomoqni o'zinglar aytinglar. Ma'qul. Vang cho'qur Lu atrat boshlig'ini o'ltirishda ko'ngliga cho'qim bir maqsadni pukkan gap. Uningcha ko'nglida faqat 3-yengili bor. Tub sababni unutmang. Qanday sabab? 3-yenga uning bizga qaytilishni xohlamaydi. O'g'ri ras. Sinab boqayli. Bexudlik qilmayli. Yana yiliqi Tangjishi Longyin bozordan qochib kelib, to'pga qo'shilibdi. Buningda bir o'yin bormi qandaq? Jon. Mening bek Zehningizni buningga qaratmang. Jon. Avval anjo'ga hujum qilayli. Saqlab turing. Hozirla chiqaman. Tangjishi, Nima? nima ishga keldingiz? Nima ishga kelmayman? Sizni Longyin bozoriga yolg'iz tashlab qo'ysa, siz kun kechira olamsiz? Tangjishi, to'xta. Nima ish to'xtayman? Jonxon qizga chiroyli javob ber. Tushda tamoq etishga o'tin qolmabdi. Sen nimani yeytding? Tangjishi. Siz bilasiz, men Jontongning odami. Jontongdagilar axborot egilashga bek yomon. Men Longyin bozoriga har qanday ishni bilib turaman. Amsa, Pandumchakning nim bo'g'inni bilamsiz? Liyomining nim bo'g'inni bilamsiz? Tangjishi, Liyomiga nima bo'ldi? Liyomi xalq askarini o'ltirib qo'yib, Nai bozordagi turmaga qamaldi. Tangjishi. Bilaman. Siz kompartiyani yoqtirmaysiz. Chin ixlosingiz bilan bizga agashsangiz, yaxshi kunga erishsiz. Sizlarga agashdim-ku mana. Shuncha jon ko'ydirib, o'tin kesib tamoq etib olsam, yana men ishonmamsizlar? Ko'ngildikini bilmak tas degan gap bor. Lekin mendek Jontongning odami buni 3 kunda bilib olalayman. Jon degan shpionning ko'zi ajab o'tkirgina. Qanday qilamiz? Qo'rqma. O, nayt shu azroq gumonlanibdi. Biz ya ko'kolimizni uningga tutqizib qo'ymasak, ha? Ular 3 kundan keyin harakat qiladi. Biz ularni Anjo'ga aldab epasaqla zo'r xizmat ko'rsatgan bo'lamiz. Shu kungacha gap so'zda pek ehtiyot qilaylik, Juma. Nima? Bizni Yomini tutyaptimi? Xalq askarini o'ltirsa, kompartiya uningga rahim qilamdi. Uni hozirlik qutqizib chiqman. Aldirmang. Atugün harakat qilamiz. Shu chaqda kommunistlarning o'qtor ambarini portlatib, uni qutqizamiz. Esingizda bo'lsin, siz kommunistlar bilan chiqishamaysiz. Sizga ular bilan qonliq jang qilmoqdan boshqa yo'l yo'q. Buni Tangrim o'zgartirmaydi.